Представляет Динотопия. Часть 3. Дэвид Тьюлис. Кэти Карр. Слово предоставляется капитану Скайбака Фуну. Мы готовы выслушать ваш отчет. Джим Картер. Господин мэр. Сенаторы. Элис Крайдж. Мы эвакуировали Унабу. Мы получили сообщение о нападениях на восточные территории. Тайрон Лайтсон, Уэнтворд Миллер. Можно говорить откровенно, сэр? Продолжайте. Колин Селман, Ханна Йеланд, Стюарт Уилсон и другие. Наши эскадроны больше не могут контролировать восточные границы. Тираннозавры уничтожают все на своем пути. Птеранодоны покинули пределы своих традиционных территорий. Прошу разрешения направить корпус на охрану беженцев с востока, направляющихся в город водопадов. Проблемы возникли не только у вас. Надо эвакуировать жителей внешних поселений и доставить их в город водопадов, сэр. Оператор Тони Перс Робертс. Нельзя же собрать в городе всю Динотопию. У нас не хватит ресурсов. Композитор Тревор Джонс. Неделю назад у меня был новый выпуск. Я торопил курсантов, как никогда раньше. Я не учу их искать мира. Я учу их сражаться и боюсь, что готовлю их умирать. Он прав. Надо снарядить экспедицию в подземный мир на поиски новых солнечных камней. Сядьте. Но, господин мэр, вы уже высказались. Надо защищать наши традиции и соблюдать законы. Мы живем по законам Динотопии и должны быть готовы умереть. Тогда мы умрем. Ssenariy muallifi Saymon Mur. James Garney'ning dinotopiyalik asari asosida suratga olingan. Janob hokim. Rejissyor Marko Brambillo. Nima gap? Ular kelishyapti. Kim kelyapti? Qochoqlar quyunday yopirilib shu yoqqa kelishyapti. Shu ko'rgilik ham bormidi. Senatorlarni darvoza oldida ushlab bo'g'ib tashlashsa yaxshi bo'lardi. Axir nimadir qilish kerak-ku. Buni nomini yovuzlik deydilar. Ancha ulg'ayibsan. Bu ahvolda qadimiy toshlar ko'pga bo'ldi. Shoshmanglar, mana bu ibodatxona botqog'idagi yodgorlikka o'xshab ketyapti. Ha, xuddi o'sha. Nihoyatda tanish suratlar. O'sha yoqqa qaytib borish kerak. Chindan ham yer osti dunyosiga kirish yo'li bo'lsa, u yerda quyosh toshlarning borligi aniq. Bunga ishonchim komil. Ha, u yerda tarixiy timsohlar ham bor. Ishsizgina dumum endi o'sa boshlovdi-ya. Lekin bitta kirish yo'li o'sha Zippo. U yer botqoqqa to'lib qolgan bo'lsa-chi? Balki u kirish yo'li ham emasdir. Qurib ketsin, manuskript ham ana u ablah qo'lida qolib ketdi. Unda qayd etilishicha, yer osti dunyosiga eltadigan yana bitta yo'l bo'lishi kerak. Mulohaza qilib o'tirishga vaqt yo'q. Axir ajalni qo'l qovushtirib kutib o'tirib bo'lmaydi-ku. Marion haq, nimadir qilishimiz kerak. Bir o'zim bo'lsam ham ibodatxonani topaman. Demak, tag'in botqoqqa qaytamiz. 26-ga kimdir qarab turmasa bo'lmaydi. Bu topshiriq jonadir, qabul qilaman. Derazani ochma, shamollab qolishi mumkin. Kichkina dinozavrlar parvarishini yaxshi bilsam kerak. Iliq sutga bo'ktirilgan nonni yaxshi ko'radi. Aqlli bola bo'ldi. Xo'pmi, 26-chi Ziponi aytganlariga quloq sol. Xayriyat. Keldi. Namuncha qolib ketding? Hamma gapni tayinlab xotirjam ketay dedim-da.
Men o'ylayotgan joyga otlangan bo'lsanglar, izingizga qayting. Ikki dunyoda ham bu yoqqa yo'l topolmaysizlar. Maslahatingga muhtoj emasmiz. Botqoqdagi ibodatxonaga 3 ta tekshiruv ekspeditsiyasini uyushtirganman. Aytib qo'y, ulardan bittasi ham qaytgani yo'q. Biz qo'rqmaymiz. Ha, shunaqa. Boshqa xavfsizroq yo'l ham bor. Bir necha kundan so'ng uni astoydil qidirmoqchiman. Agar istasang, birga izlardik. Yo'q, hech qachon. O'jarlik qilma. Orolga mixlangandek yashayapman. Shu menga yoqadi deb o'ylaysanmi? Qayig'imni teshib qo'yibsan. Nima uchun? O'zingcha quyoshli tosh o'rniga oddiy tosh berib laqillatib ketmoqchi bo'lding-ku. Mana gap qayerda? U nima deyapti? Hech nima. Meni ham maqsadim xuddi senikidek. Men ham orolni bir amallab asrab qolsam deyman. Menga yoqqani uchun emas albatta. Bekor gap. Ey, Karl. Ushla mana buni. Ishlaydimi yo'qmi bilmayman. Har holda 50 yildan beri turuvdi. Bu yoqda timsohga o'xshagan mahluqlar bor deyishadi. Unga quloq solma. U bizni qo'rqitmoqchi bo'lyapti. Karl, bitta savol bersam maylimi? Mayli. Krepning gapi rostmi? Quyoshli toshni o'g'irlaganmisan? O'g'irlamaganman, vaqtincha olganman xolos. Keyin joyiga qaytarib qo'yganman. Inkubatoriyadan olmoqchi bo'lganing juda ham xunuk ish bo'pti. Toqqa qilgan sayohatlaring to'g'risida eshitdim. Yana nimani eshitding? Ukam bilan u yerda birga tunaganmishsan. Nima bo'pti? Oralaringda nima bo'ldi? Bir ancha yaqinlashib oldik. Mana nima bo'ldi. U senga qaraganda ancha mardroq yigit, bildingmi? Zipo sirli xonaga eltuvchi yo'lni topibdi. Bu yerda to'xtab bo'lmaydi. Eshitdinglarmi? Balki bas qilarmiz.
Bu menga sirayam yoqmayapti. Menimcha David haq. Bu joydan tezroq ketish kerakka o'xshaydi. To'xtanglar. Chopdik. Tezroq. Karl. Yuguringlar, tezroq, tezroq.